Verip nasıl çıkarıp kesin? Atıp diyoruyla, atıp diyoruyla. Zaten yüzü olur ha. Gel, Şamil, Abbas, Yekzat gel. Böyle. Birinchi Aslovat shuasi. Ha, asıl. Ikkinchi shuasi. Asosiy shuasi. 11 kishi, 11 kishi. Bitta chiqdi. Assalomu alaykum. Azizlar, qadrdonlar, futbol muxlislari, haqiqiy futbol ishqibozlari, mana biz yana ushbu ajoyib uchrashuvlarni tomosha qilgani keldik va bu safar o'tgan gal Murod aka bilan kelgandik. Hozir Kamina Xayrulla Hamidov, Davron Fayziyev bilan birga bugun final muhim o'yinlarni sharhlash uchun keldik va birgalikda Xudo xohlasa so'nggi daqiqalargacha kechadigan ajoyib jangni tomosha qilamiz. Hamma tayyor bo'lsa, hakamlar ham tayyor, futbolchilar ham tayyor, aloqachi hamda oq oltin jamoalar o'rtasidagi uchrashuvga start beriladi. Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Dang'ara tumaniga, Havaskor futbol ligasiga tashrif buyurganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ketdi. Uchrashuvga start berildi. Bizni unutilmas uchrashuv kutyapti, chunki men kuzatib bordim, videolarni ko'rdim, hammasi bilan tanishib chiqdim. Bunday Havaskor liga O'zbekistonda o'ziga xosligi bo'yicha ajralib turadi va mana hujumning startning o'zida hujum tashkil etilishi bizga o'yin qanday tempda o'tishini belgilab bermoqda. O'ng qanotdan himoyachilar mana shu yerda g'alabni bartaraf etishdi. Yuqori saviyada tashkil etilgan turnir tribunalarni muxlislar to'ldirib o'tirishdi. Rahmat tashrif uchun. Tomoshabinlarga aynan siz mana shu turnirning bir o'ziga xos kayfiyatini belgilab beryapsiz. Darvoza tomon berilgan dastlabki zarba noaniq chiqmoqda, lekin sekin-sekin mo'ljalni to'g'rilab olishadi jamoalar. Temp shunday oxirgacha davom etadi degan umiddamiz va bunga ishonamiz. Hamkasblarim ko'p mana shu turnir haqida menga gapirib berishdi, ma'lumot berishdi. Boshqacha o'tadi, zo'r o'tadi deb va mana ishonch hosil qilyapmiz kelishimiz bilan. Va o'z an'anamizga muvofiq jamoalar tarkibi bilan sizdan tanishtirib o'taman. Endi bu yerga tashrif buyurgan muxlislar bizdan yaxshi bilishadi, yot bilishadi, kim qaysi oyog'ida yaxshi tepishini bilishadi, lekin bu qoidaga kirgan. Demak, men oq oltin jamoasidan tanishtirishni boshlayapman. Oq oltin birinchi raqam ostida Xurshid Abduhalilov darvozabon, ikkinchi raqamda Sunnatulla Yo'ldoshev himoyachi, Laziz Hakimov 5-raqam ostida o'ynaydi, u ham himoyachi, Barhayot Yunusovda 6-raqam, u ham himoyachi, Barkamol Meliyev 8-raqam ostida o'ynayapti. Aha, raqamlar bo'ldi. Demak, 15-raqamda Barkamol Meliyev himoyachi, 91-raqamda Ayubxon Yo'ldoshev 91-raqam ostida, 8-raqamda Aziz Qodirov yarim himoyachi,
17-raqamda Aziz Hakimov, yarim himoyachi Asadbek Komilov 37, hujumchi hamda Said Akbar Umar Aliyev 22-raqamda yarim himoyada harakat qiladi. Jamoa bosh murabbiyi Ro'zmat Sultonov, javobgar shaxs Obid Olimov. Demak, oq oltin jamoasi vakillari biz turgan joydan chap tomonda o'ynashyapti, ya'ni oq libosda, endi oq oltin bo'lgandan keyin oq libosda bo'lish kerak. Va aloqachi jamoasi o'ng tomonimizdan o'rin olishgan, ular sariq, qizil aralash libosda harakat qilishyapti va hozircha aloqachining ishlari, aloqasi yaxshi ishlayapti, uzilmayapti va hujumlar tashkil etilayotgan bir paytda pressinglar to'p olib qo'yildi va qarshi hujum zarba yo'llanishi mumkin edi. Himoyachilar labbay deb javob berishdi, xavfni bartaraf etishdi. Marhamat. Endi esa aloqachi jamoasi tarkibi bilan tanishamiz. Ular qizil rangli formada harakat qilishmoqda va darvozada birinchi raqamda Rufat Usmonov. Himoyachilar 4-chi Tolmas Rasulov, 2-chi raqamda Ramshid Matanov, 7-chi raqamda Vosit Erkinov, 15-chi Asror G'aniyev, 8-chi raqamda Asilbek Vahobov, 14-chi raqamda Shahboz Xudoyqulov, 23-chi raqamda Dilmurod Hayitov, 5-chi Asqarjon Abdurahmonov, 10-chi raqamda Azizbek Ilhomjonov va 24-chi raqamda O'lmasjon Rahmonov. Bosh murabbiy Javohir Rasulov. Shuning dastlabki daqiqalari teng kurashlar ostida o'tayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Darvozabon to'pni o'yinga kiritib berdi, lekin aloqachi futbolchisi to'pga egalik qildi va to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Bu 3-o'rinni hal qilib beradigan bahs, asosiy uchrashuv chempionni aniqlab beradigan o'yindan oldin desert tariqasida tortiq qilinyapti. Maydon markazidagi kurashni ko'ryapmiz. To'p olib qo'yildi. Aloqachi vakillarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin edi, lekin himoyada o'ynayotgan 2-chi raqamdagi Sunnatulla Yo'ldoshev to'pning yo'liga to'g'anoq chiqdi va olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Pas yomon emas. Asosiy e'tibor o'tgan gal kelganimizda ham bu narsani ko'rganmiz. Himoyaga ko'proq yaxshi qaraydigan va qarshi hujumga yaxshi chiqadigan jamoalar bunaqa maydonda ustunlik qilishadi. To'pga yetib borishning iloji yo'q. Ekranda ehtiyot bo'lasizlar. Ekranga kirib ketish yo'q. 35 daqiqadan bo'ladi. Maydon holati bo'yicha ham mana dastlabki fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Birinchidan, tabiiy chim bu professional futbolchilar o'ynaydigan sharoit. Uchinchi shu Yevropa stadionlari ham hozirgi yirik stadionlarda maydonlarda o'ynashga o'tgan, lekin bu yerda tabiiy chim ekanligini ko'rishimiz mumkin va bu futbolchilarga qo'shimcha qulaylik. Mana shu holat ham o'yinning yanada qiziqarli kechishi, jarohatlar foizi nisbatan kamayishini ta'minlab beradi. 11-ga 11, 35 daqiqa va 3-o'rin sohibi aniqlanadi. Davron hozir maydon haqida fikr bildirildi. Qo'shilaman va yaqinda Andijon jamoasi Turkmanistonda Arkadar bilan o'ynab keldi. O'sha stadionda 1000 karra yaxshiroq stadion. Qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Aravon ahli. Muxlislik qilayotgan futbol ishqibozlarini ozgina aniqlab olaylik. Kim qizil libosda, sariq libosda o'ynayotgan jamoa vakillariga muxlislik qilishyapti. Bir ovoz chiqarib qo'yinglar, iltimos. Hozir endi oq oltinni aniqlaymiz. Ko'proq Endi hozircha durang. Endi o'yin davomida bilib olamiz, qaysi tomon faolroq muxlislik qiladi. Mabodo arqadan stadionini OPKam chetlashtiradigan bo'lsa, bemalol mana shu stadionni taklif qilsa bo'ladi.
Har holda mana sharoit va stadionning holati ideal darajada. Yaxshi imkoniyat. Hudud bo'sh va zarba olinishi mumkin edi. Aldab o'tilyapti. Ikki marotaba aldab o'tildi. Zarba va to'p. Sal qoldi darvozaga kirishiga, lekin muxlislardan biriga nasib etdi. Yana bitta inside ma'lumotni muxlislarga aytib o'taman. Diqqat bilan tinglang. Sizning mana shu stadionda uchrashuvlar davomidagi faolligingizni kuzatib borishyapti va o'yinlar tugagach 3 ta eng faol va o'ziga xos 3 ta muxlisga tashkilotchilar tomonidan maxsus sovg'alar taqdim etiladi. Harakatni boshlaymiz. Aloqachi jamoasida hozir yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti. Darvoza sari zarba yo'llanadimi yoki sheriklarga yetkazib beriladimi? Buni Azizbek Ilhomjonov hal qiladi. Uni qay va darvozaga yo'llasa bo'ladi. Aylantirib yo'llasa bo'ladi. Buni sal boshqa taraf qaror qabul qilindi. Bu ham muxlislarga sovg'a bo'ldi. Out. O'zi biz o'yinga orqali sharhlaymiz va har doim da'voimiz bor. Biz o'yinga umuman ta'sir o'tkaza olmaymiz. Nima uchun muxlislar bizdan xafa bo'lishadigan? Hozir afsayt yo'q, chunki raqib futbolchidan to'pni olgan edi oq oltin vakili va to'pni uzatib beradi. Yaxshi imkoniyat. Zarba yo'q. Himoyachilar oxirgi lahzada yaxshi harakat qilishdi. Yana pressing, yana bosim natijasida oq oltin to'pni olib qo'yyapti. O'yinga ta'sir qilmaymiz lekin Bu yerda ta'sir qilish bo'ladi demoqchi. eng muhimi xalaqit bermasak bo'ldi. Ha, yo'q. Stadionda sharhlanadigan bo'lsa, nafaqat muxlislar, balki futbolchilar ham eshitib o'zini hayajon bosadimi, boshqacharoq qaror qabul qilishadimi? Shuning uchun e'tibor bermasdan o'ynayverishgan degan umiddamiz. Uzatma, bir-biri bilan urush yo'q. Va yaxshi pas. O'yin qoidasi buzildi, jarima zarbasi va yaxshi imkoniyat. O'tgan gal ham kelganimizda menga nafaqat muxlis, balki o'yin so'nggi daqiqalar yoqqandi, balki hakamlarning boshqaruvi ham yoqqandi Davron. Ular o'sha boya aytilgandek hech qanaqa aralashmasdan o'yindan keyin hech kim hakamni gapirmaydigan darajada yaxshi boshqarib berishgan edi. Hozir ham shunday ketyapti va bu yo'lga ham omad tilaymiz. Xo'sh, gadjetlarni yoqishni boshlaymiz, balki bitta shedevr ko'rib qolarmiz. Zarba yo'llandi darvozabon. Jonli devor to'pni qaytarmoqda. Ikkinchi temir oldiga o'tish imkoni bo'lmagan, lekin qarshi hujum ko'rishimiz mumkin aloqachi ijrosida. Aloqachi maydon markazini egallab olishga harakat qilyapti. Kurash davom etyapti. Lekin mana bu yerda oq oltin jamoasi oltinlar qatoriga yo'l qo'yishda qarshi hujum to'xtatildi. Hozircha himoyachilar ustun kelishyapti. Yelkada kurash, qo'yishlatish yo'q. Olti yaqin hududda ham. Yaxshi pik, yana bitta pik. Aloqachining 8-chi raqami va ikkinchi bilan aniq egasiga yetib borgan edi, biroq tezkor hujum natijasida zarba berish imkoni bo'lmadi. Asilbek va Hofizga qoyillar. Juda chiroyli ikkita pik va uzatmani ijro etdi. Egasiga yetib bordi, egasiga yetib bora olmadi. Burchak zarbasi birinchi korner bo'lsa kerak. Boya jarima zarbasi bajarildi. Kechaga Realga o'xshab o'ynab ketishdi. Zarba oldi va noaniq. Hozircha zarbalar bo'yicha qizil libosda harakat qilayotgan aloqachi yaxshiroq ko'rinyapti, lekin bu faqatgina statistika xolos. Tabloda nollar porlab turibdi. Juda chiroyli olib o'tildi va oxirgi soniyada himoyachilarning aralashuvi bilan aloqachi darvozasiga to'p yo'llanmadi. Out. Aloqachi. O'yin qoidasi buzilmagan, lekin out
...35 daqiqaning ancha qismi o'tib qo'ydi. Va bu uchrashuvda bir jamoaga g'alaba juda zarur edi. Oxirgi zarba yo'llanadi darvozabon joyida. Darvozabon yaxshi harakat qildi, ya'ni joyini yaxshi tanlaganligi uchun xavf osonlikcha bartaraf etildi. Markaz kam ishlayapti, asosan uzun paslardan foydalanishga talab ketsa bo'ladi. Ochilayotgan futbolchi bor edi, lekin yopilgan futbolchilarga pas berishdi. Xo'sh, imkoniyat, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, bo'tqaz zarba. Burchakdan to'pni aloqachilar o'yinga kiritib berishadi, yaxshi hujum tashkil etdi va alohida mana shu oq oltin darvozabonini e'tirof etib qo'ygan bo'lardim. Abduhalilov seyv ijro etdi. Jarima zarbasidan zarbasidan foydalanish imkoni bo'ldi. Abduhalilovdan yana bitta seyv. Aziz Hakimov oldingi chiziqqa to'pni yetkazib bermoqchi bo'ldi. Kurash, jang, yuqoridan pas va kuchli ketdi. Uchrashuvning 14-daqiqasi davom etyapti. 0-0. Ba'zi 0-0lar ko'rimli bo'lmaydi, lekin bugungi o'yinni o'zingiz kuzatib boryapsiz. Golsiz ham qiziqarli edi. Qoida buzildi. Durang ikkala jamoani ham qoniqtirmaydi. Shuning uchun ham bu yerda g'alaba uchun o'yin ketyapti. Uzatma. To'p qaytarildi. Qo'qonboy jamoasi yana shu jamoalarning durangini kutib o'tiribdi. Va agar durang qaytariladigan bo'lsa, Qo'qonboy 3-o'rinni egallash imkoniga ega bo'ladi. Aloqachi yana hujumda qoida buzilmoqda. Bu nuqtadan uzatma ham ijro etish mumkin. Zarba ham bersa bo'ladi. Ketma-ket standartlar yuzaga kelyapti va faqatgina foydalanish qolyapti. Qaysi jamoa foydalanishini hozir bilib olamiz. Jarima zarbasi tepish imkoniyati aloqachida har qoldi. Boya Azizbek Xonjonov ketgan edi, hozir Qonboratay ayni shu futbolchi jarima zarbasini ijro etsa kerak. Yoki Tolmas Rasulov to'p oldi ekan, Tolmas Rasulov. Ha, bu o'zi qoldi jamoa sardori, o'yinga yaqin ketdi. Muxlislar, faoliyat bo'linglar, ayniqsa jamoalarning jarima zarba tepayotgan paytda qo'llab-quvvatlab tursalar yaxshi bo'lardi, o'yinga ham harorat kirardi. Qo'l zarba yo'llanadi va bu zarba agar septi bo'lganda Qo'qonga qarab ketadi. Mana shu 4-chi jamoa sardori Tolmas Rasulov jarima zarbasini jarimalar quroli o'ynab ketdi. Hozir ichkariga bantimizga havas qilgandir. Endi oqoltin jamoasi vakillarida imkoniyat paydo bo'lyapti. Ularda ham jarima zarbasini tepadigan Ko'stinchul hozir davron maqtiga Tolmasjon jarohat olgandek unga havaskorona tibbiy yordam ko'rsatyapti. Tibbiyot xodimlari menimcha ishlayotgan hakamni aytsa yaxshi bo'lardi. Hozir futbolchiga yordam kerak. Aytib o'tirishyapti, mikrofonga aytsa bo'ladi, usti chiqdi.
bersa, ko'proq yoqimli bo'ladi. Rahmat kirdi. Rahmat o. Futbolchilardan biri sifatida ham e'tirof etilyapti. Bugungi o'yin To'p uchun kurashda to'qnashib ketildi. O'sha paytda jarohat olgan bo'lsa kerak. Hozir bir pauza sog'liq tilaymiz. Yorug'lik masalasida o'tgan galgidan yaxshiroq ko'rsatkichlar. O'tgan gal sal qiynalgandik. Ba'zilari yonmagan edi. Hozir sekin-sekin qilinayotgan ishlarga 4 oy, 5 oy yoki 1 yildan keyin kelgan odam yaxshiroq baho beradi. O'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'radi. Bu yerda yashayotgan aholi sezmasligi mumkin, lekin o'sish bor va bu o'sishda aynan turli tashkilotlar juda katta ish qilishayotganligini e'tirof etmoqimiz lozim. demak, hakam ruxsat berishga tayyor. Futbolchiga maydon tashqarisiga yordam ko'rsatiladi va mana endi jarima zarbasi oq oltin tomonidan ijro etiladi. Qodirov yetib bormadi. Uzatma yaxshi chiqdi. Judayam xavfli vaziyat. Golli imkoniyat va bu hujumdan oxiriga yetgani yo'q. Hujumdan to'pni o'yinga o'tishadi. Futbolchilari, muxlislar aynan hozir faollashishda chunki mana zarba. Hisob o'zgarmadi. 0-0 qoldi. Turkiya jadvalida Qo'qon 1986 jamoasi 24 ochko bilan birinchi o'rinda bormoqda. Mindiar jamoasi 23 ochkoga ega ikkinchi o'rin. Qo'qonboy jamoasi ayni vaqtda 23 uchinchi o'rinda. Oltin bahosi esa 18 match, ya'ni bir xil ko'rsatkichlar. 5 ta g'alaba, 3 ta durang. Qo'qonboy hozir faqat va faqat durangni chiqyapti. Kimdir gol qo'ysa raqibiga urishni kutadi. Navbatdagi hujum himoyachilar to'pni muvaffaqiyatli qaytarishga muvaffaq bo'lishdi. O'nta futbolchi bo'lishini aloqachi navbatini tashkil etayotgan to'pni yo'qotishdi va endi oqoltin futbolchilari Xo'sh Said Akbar orqali boshlangan hujum to'pni boshning iloji bor. Qaysi tomondan bo'lsa ham hakamning qarori bilan darvozabon to'pni o'ziga kiritib beradi. Bo'lim tugayapti sekin-sekin. Aloqachi Sardori maydonga qaytdi, kutilganidek olqishlab qo'yamiz. Lider oxirigacha o'ynash kerak. Oxirigacha jamoani yelkasida ko'tarish kerak. Shunday bo'ladi. Ba'zan hatto og'riq bilan o'ynashga ham to'g'ri keladi. Aynan o'zbek futbolida o'sha bizga ta'kidlaganimiz 4-raqamli afsona ukollar olib o'ynaganini ko'rganmiz terma jamoamiz tarkibida. Qoida buzildi. Jarima zarbasi amalga oshiriladi. Muxlislar oldida janjallashmaydi. Lekin qoida buzilgandi chamonda. Uzoqda bo'lsa ham ko'rindi. 7-raqam ostida aloqachi jamoasi a'zosi Vosit Erkinov, yarim himoyachi. Uchrashuvdagi ilk sariq kartochkani hakam ko'rsatmoqda. Hozir aniqlaymiz qaysi futbolchi sariq kartochka olganini. Lekin mana harorat oshib borayotgani aniq. Takroriy lavha so'ramoqchi bo'ldi, esiga tushib qoldi. Uchrashuvning 22-daqiqasi. Takroriy lavhalarni ijtimoiy tarmoqda ko'ramiz endi.
Uzatma yaxshi. Zarba yo'q. Himoyachilar ko'chalarda bitta chiqarib yuborishdi. Havaskorlar Ligasi 2025 turniri ma'lumotlari Havaskorlar Ligasi Telegram kanali, Instagram sahifasida joylab borilyapti. Biz ham mana u yerda ko'rinish berdik. Mana endi bevosita stadionda qiziqarli bahslarni sharhlab boryapmiz. Navbatdagi standart bu safar Turkiston to'pi o'yinida ko'tarilmoqda. Ichkariga uzatma, yana darvozaga qaytardi. Qaytadan uzatma. Juda qulay imkoniyat aloqachida. Bir nechta urinishlardan so'ng ikkitasida esa noaniq zarba amalga oshirildi. Aloqachining hozirgi vaziyati bundan oldin Oqayton tomonidan 2 marotaba bir joyga ketildi. Xuddi o'shaning takrori namoyish etilgandek bo'ldi. Ya'ni sekin-sekin darvozaga aniq zarbalar yo'llanishi boshlandi. Uzatma ichkariga himoyachilar yechib olishdi va qarshi hujum Oqaytonning 11-raqamli futbolchisi tomonidan tashkil etiladi. Sunnatulla Alaqulov aslida hujumchi, lekin majbur bo'lyapti jamoasi quyiga tushib o'ynayotganda yarim himoyaga qaytishga, hujumni boshlab berishga, asosiy playmakerlikni zimmasiga olishga. Qo'lmasdan pas va shu joydan zarba yo'llanishi mumkin. Ichkariga uzatma. Rosa zarbalar yo'llanyapti, lekin darvozaga hatto ustunni to'singa tegmayapti va chiroyli ko'rinish olayotgan bo'lsa ham bitta aniq zarba kutib qolamiz darvozabonlardan. Siz bir nechta ko'proq bo'lsin buning gollar. Lekin Qo'qonboy jamoasidan kimdir kelgan bo'lsa, ularga yoqmayapti mana shu aniq zarbalar. Chunki durang kerak. O'zi bekorga turnir jadvalida deyarli bir xil ochko jamg'argan holda ketmayotgan ekan ushbu jamoalar. Saviya jihatdan turli zarba. Olmaz. Ikkisi. Tekkan yigit joyidan ish qilib. Qo'qonboy shunday yonimizda turgan ekan. Aloqachining hujumi yaxshi aniqlik borasida biroz hayajonni yoki o'yinning haroratini futbolchilarga ta'sirini beryapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, oldingi o'yinlarda endi hisoblar borda, gollar urilgan birinchi bo'limlarda, ko'plab gollar urilgan o'yinlar bor. Azizbek Ilhomjonov bu anchagina futbolda tajribasi bor yigit, shuning uchun hozir bo'lmasa ham kerak. O'zi vaziyatlarchi uzoq masofalardan bo'lyapti asosan standartlardan keyin. Ya'ni himoyachilar mustahkam o'yin ko'rsatishyapti aslida. Bosim o'tkazib Oqoltin to'pni olib qo'ydi va yonchilikdan to'p o'yinga kiritiladi. Sekin-sekin yuqoriga ko'tarilyapti. Oq libosli futbolchilar va to'p topshirildi. Qarshi hujumlarda tezkor qarshi hujum qilgan jamoa yutadigan o'yin bo'lyapti. Ko'proq hali pozitsion hujumga qaraganda. Final kayfiyati guruh o'yinlari bo'lishiga qaramasdan aynan shunday atmosfera hukmronlik qilyapti. Ya'ni final bitta gol hammasini hal qiladigan kayfiyat. O'nqaroqdan hujum tashkil etilmoqda, ichkariga uzatma. Bu yerda kurash, yana himoyachilar ikkinchi qavatda ustun kelishdi. Markazda ham jang mana bu yerda sekin-sekin hisoblarni bilaymiz. Ozgina qizishib ketdi. Sariqlarga Saidbek Barumaraliyevga yana e'tiroz bildirilsa, yana sariq kartochka ko'rsatiladi. Bu yerda asosiy gapni hakam aytadi. O'zi bunaqangi qizishadigan vaziyat emas edi. Ya'ni Umaraliyevga nisbatan gol ishlatilmaganda, uchinchi menimcha hujum to'xtatilganiga reaksiya qildi.
keyingi harakat uchun sariq kartochka ko'rsatildi. Hakam sariq kartochka ma'lum aytmoqchimanki, u qizishib ketishiga sabab berildi. Uzoqdan shu masofadan Tolmasjon o'tmoqchi. Shunisi aniq barabanga o'xshayapti zarba. Yo'q, bu safar banerga, remont degan banerga tegdi. Hozirda remont qilinadigan zarba bo'ldi. Banerlarda homiylar aks etgan. Davron Zo'ra shuncha homiy bor. Va ularga alohida minnatdorchilik bildirish kerak. Havaskor futbolni qo'llab-quvvatlaganlari uchun, tashkilotchilarga yordam berganlari uchun va futbol ommaviyligini oshirishga xizmat qilayotganlari uchun. Qatran bor hatto. Va deyarli takror kam. Patirni o'zini ko'rmadik lekin. Markazda to'p olib qo'yildi, navbatdagi hujum sekin bo'lib qoldi pas. Shuning oqibatida oq oltin qarshi hujumga chiqishga qiyin bo'lyapti. Ozgina qoldi bo'lim tugashiga. Hali bizning oldinda chempionlik o'yini kutib turibdi. 7 daqiqa qoldi birinchi bo'lim poyoniga yetishiga. Hamma ichkariga ketdi. 7 daqiqada ko'p narsa o'zgarib ketishi mumkin. Oxirgi paytlarda futbolda ko'ryapmiz. Aynan taymlarning oxirgi daqiqalari foiz bo'yicha eng gollarga boy o'tyapti. Mana uzatma, mana zarba, darvozabon joyida. Mana shu Rufat Usmonovni ham e'tirof etib qo'yamiz. Darvozalar daxlsiz turishga darvozabonlarga o'rni katta. Ikkinchi qavatda kurash. Yutishga aloqachi, ammo aql bilan, IQ bilan ishladi. Oq oltin himoyachisi. 10-raqamdagi himoyachi Laziz Aytmonov. Tolmas raqiblarni aldab o'tdi va yaxshi pas bermoqchi edi, lekin raqibni qarshilik ko'rsatgani ham ta'sirini berdi. Yaxshi qarshi bo'ladimi? Yo'q. Oldinga va u yerda to'p uchun kurashiladi. Darvozaga to'p egallab oladimi? Qanday keldi? Lekin oqlardan hech kim darvozabonning oldida bo'lmagani uchun bu hech qanaqa xavfli holatga sabab bo'lmadi. To'p egallab olindi. Zarba va darvoza to'g'ri qaytarish qo'yildi. Bo'sh qolgan darvoza ham ishg'ol etilmayapti endi bu hayajon. Bu hayajon. Hozirgi daqiqaga kelib aytishim bo'yicha aloqachi hujumda faolroq. Mana hozir bizga statistikani ham taqdim etishyapti. 59 ga 41 aloqachi to'pni egallab turish bo'yicha ustunlikka ega. 4 ga 5 hujumlar bo'yicha ham ustunlikka ega. Faqat hisob 0-0. Hoppa! Zo'rfin zarba rikoset. So'nggi lahzada himoyachi to'pni o'z yaqinida Sunnatulloh yo'ldosh qildi. Bu O'lmas Rahmonov o'ng qanotda Yamal uslubida bir necha punktlarni ijro etdi. Raqami ham 10. O'zi Barselonaning mehmon libosi ham bor shunga o'xshash ranglarda. Oq oltin esa oq formada. Qaysi o'yinni eslatayotganini tushundingiz? Burchak zarbasi. Hozir ichkariga uzatma bo'ladi va havoda yo'q. Oqlar endi qarshi hujumga o'tishlari mumkin. Yo'q, g'olib qo'yilyapti. E'tiborda bo'ladi, burchak zarbasi ishlanmoqda. Qoyil sa'y harakat e'tirof etilishi kerak. Shahroz Xudoyqulov yaxshi o'ynadi. Tolmas to'pni ichkariga uzatib beradi. Balki o'ng oyog'ida darvozaga yo'llab qo'yadi. Kim biladi deysiz? Muxlislar yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti, hayqirib turasizlar. Shu joydan to'pni to'xtatish bo'ldi. Shu zarba. Chiroyli ijro etyapti bu uchrashuvda. Dribling O'lmasjon Rahmonov.
Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, mana bu pauzadan foydalanib, asosan uzoq masofalardan ketilayapti, qanotlar faol, dribling texnikalarini namoyish etishyapti. Markazdan devorchi uslubida, qisqa masofada paslar orqali hujumlar nisbatan kamroq. Balki finalda bo'ladi. O'yinning o'zida bo'ladi. Ikkinchi taymga olib qo'yishyapti. Endi bunga bo'lmayotganiga asosiy sabab menimcha bir jamoa ko'proq hujum qilyapti. Aloqachi va maksimal qanotlardan foydalanmoqda. Qanotdan ichkariga uzatib berish bugungi kunda futbolning naqd varianti hisoblanadi. Yaxshigina to'p ketib borishning iloji bo'lmadi. Bayroqcha ko'tarildi. Yon chiziqda Oqoltin to'pni o'yinga kiritdi. Ketdi. Markazda kutib olyapti. Hayır, ikkinchi bir o'ynab turib oxiri bo'lim tugamoqda. 1 daqiqa shu bo'ldi. Shunday yo'ldashev uzoqlarga to'pni tepib berdi, lekin raqib futbolchisiga sovg'a sifatida qabul qilinadi. Muxlislar faollashdi, mana shu to'g'ridan sal chaproqda biz tomondan qaraganda qizil formalarda cholg'u asboblari bilan o'tirgan muxlislarga qoyil. Bu Zenglar jamoasining fan-klubi deb bizga tanishtirishyapti. Mana boshqa jamoalar o'yinida ular qizdirib berishyapti. Rahmat sizlarga. Bu yerda hech kim yo'q, qarshi hujumga chiqmoqchi edi Aqoyta. O'tmishda taniqli futbolchi hozirgi kunda Farg'ona futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti sifatida ishlayotgan Nosir Otapo'ziyevni ham tribunalarda ko'ryapmiz. Afsonaviy murabbiy Bahrom aka Hatimov tashrif buyurdilar. Ishtirokchiz va bilishimcha Bahrom aka taklif etilganlar mana shu chempionatga yordam berishga ularning jamoasi 1986 aynan ushbu turnir jadvali peshqadami ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bir daqiqa shu berildi. Yaxshi, 35 daqiqadan 1 daqiqa chiqdi. Bu menimcha Tolmasjonga tibbiy yordam ko'rsatilgan vaqt uchun kompensatsiya. Yana to'p maydondan chiqib ketyapti. Asosan o'sha tomonlarda 1 daqiqa o'tkazib berishmoqchi shekilli, niyat shunaqa. Baribir charchoq sezilyapti va ikkinchi bo'limga ham kuch saqlab qo'yayotganlar bor. Bu futbolda o'z so'zini aytadi. Xo'sh, Bozorga chiqadi. Xo'sh, oxirgi daqiqalarda nimadir qilsa bo'lardi yoki yo'qmi? Qoida buzildi. Uzr so'rab qo'yish kerak. Bu yerda ataydan bo'lmadi. To'pni yutib boraman deb odam qasd qilgan payti to'xtashib ketadi. Vaqtda chalindi, bo'lim poyoniga yetdi. Hozircha Nuruli Qo'qonboy yutyapti. Demak, ikkinchi bo'lim start olyapti. Aloqachi Oq oltin. Havaskorlar ligasida 3-o'rin masalasi shu bugun mana shu o'yinda yana 35 daqiqadan keyin aniqlanadi. Referi ikkinchi taymni boshlashga tayyor. Ikkinchi bo'limda to'pni Oq oltin o'yinga kiritib beradi. Birinchi taymda shiddatli o'yin guvohiga aylandik. Ikkala jamoada imkoniyatlar bo'ldi. Jarima zarbalar, burchak zarbalari, asosan uzoq masofadan berilgan zarbalar bir necha bor jarima maydonchasi ichiga ham kirib borishdi, biroq foydalana olishmadi. Mana endi gol urish vaqti keldi. O'zgarish Oq oltin jamoasida
Futbolchi almashdi. 3-raqamda harakat qilgan Muxtor Bekmurodovning o'rniga Muhammadjon Rahmonov tushdi. Raqami 77. Ko'ramiz bu o'zgarish o'yinga qanday ta'sir o'tkazadi. Ketdi. Ikkinchi bo'limga start berildi. Va mana birinchi urinish, noaniq pas, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Oq oltin uni o'yinga kiritib berdi. O'ng qanotdan hujum boshlanishi mumkin. 17-raqamdagi futbolchining texnika va tezligi va to'qnashuv qoida buzilgani yo'q. Kurashga beryapti hakam. Faqat jarohat olgan bo'lsa, albatta o'yinni to'xtatish kerak, unga e'tibor qaratish kerak. O'zi kelib urilganligi uchun hakamning qarori bilan bu qoida buzilishi deb baholanmagandi. Umid qilamiz ikkinchi bo'lim birinchi bo'limdagidan shiddatliroq va aniq zarbalarga ega bo'lim bo'ladi. Zo'r, birinchi bo'limga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Ikki jamoa vakillaridan yaxshi zarbalar bo'ldi, lekin darvozabonlar sinalmadi. Darvozabonlarning ajoyib sevini yoki chiroyli gollarini ko'rmadik. Mana shu tomondan ozgina alam qildi. To'p maydondan chiqib ketdi, out. Endi uzoq masofadan keldik-ku, gol ko'rib ketaylik deyapmiz-da. Hali mashhur latifada aytiladi-yu, 7 yil o'qib qo'lga qo'l qilib ketamanmi deydi. Hozir aloqachi futbolchilari bitta futbolchi ikkita o'yinchiga qarshi va tugadi. Epizod poyoniga yetdi, qoida buzildi deb topildi. Uzoq-uzoqlarga to'p tepib beriladi. Yaxshi yo'liga pas qilib beryapti oq oltin futbolchisi. 11-raqamdagi Sunnatulla Alaqulov edi. U futbolchini raqamini ko'rib topgunimcha oldirib qo'ydi. Va qarshi hujum. Yaxshi imkoniyat. Mana bu tomonda ochilgan futbolchi bor. Shartmi uzoqdan tepish? Birinchi bo'limda bo'lmadi-yu. Yaqinroq borib, son jihatdan hattoki qizillar ko'proq edi. 17-raqam ostida o'ynayotgan Ilhomjonov Azizbek zarba yo'llagan edi. 0-0. 3-daqiqada adashmasam o'tib boryapti. Ikkinchi bo'limda. Bu uzatma. Darvozabon yaxshi egallab oldi. Juda xavfli edi. Havaskor darvozabonlarga bunaqa havodan kelgan to'p ancha xavfli bo'ladi. Ammo oq oltin darvozaboni yomon tutmadi o'zini. Qo'y, men hofiza shiraygan, gapirdim. Oq oltin darvozaboni birinchi taymda bir nechta murakkab vaziyatlarda chiqishlar qildi, sevlar ijro etdi. Juda bir o'yinni o'qigan holda harakat qilyapti. Uzoqdan tepilishiga sabab ham shu. Darvozabon va himoyachilar bugungi uchrashuvda yaxshi harakat qilishyapti. Bosim oq oltindan faol start, aloqachi to'pni egallab olishga harakat qilyapti. Havodagi kurashda o'yin qoidasi buzildi. Ikkinchi raqamdagi Sunnatullo Yo'ldoshev oldinga chiqib tirsagi bilan biroz xavfli o'ynadi. Mana endi jarima zarbasi, lekin masofa uzoq. Bu yerdan uzatma, zarba emas. To'g'ri aytishingiz mumkin. Birinchi taymda Tolmas Rasulov tepdi-yu, u Tolmas Rasulov. Hozir tepmas emas, pas qilib turib darvoza sari zarba yo'llasa bo'ladi demoqchi edim, shunaqa bo'lib ketdi. Lekin haqiqatan masofa uzoqligi uchun to'p borgan sari tezligini yo'qotib, darvozabonga muammo tug'dirmaydigan holda yetib bordi. Bu yerda kamroq o'ynaylar, iltimos. Out. Aloqachi. Yana out, yana aloqachi. Sekin-sekin out bahona yaqinlashyapti. Oldinda Asadbek Komilov ikki tarafda qolyapti biroq. Давай!
ostagi. Tep turma. Tolmas to'pni egallab berdi jamoasiga va yana qaytarishdi. Shu masofadan uzatmami zarbaga aylanib ketdi. Oqoltin jamoasining 37-raqamli futbolchisi Asadbek Komilov haqida qisqacha to'xtalmoqchiman. Ushbu hujumchi to'purarlar bahsida 2-o'rinda ketyapti. 2 ta to'p farq bilan ortda qolyapti yetakchidan va bugunning o'zida farqni qisqartirishi mumkin agar imkon bersa raqiblar albatta. Va mana Oqoltinning hujumi, aynan Komilov qochib ketishga harakat qildi. Himoyachilar to'xtatdi uni. Va to'p birinchi bor biz tomonga yetib kelmadi. Yaxshi ham. Ikkita sheriklar to'qnashdi bu yerda. Shunchaki xabar olish maqsadida o'yinni to'xtatyapti. Referi foul yo'q edi. Hammasi joyida. Bu tomonda ham ozgina jarohatchi aloqachi jamoasi yetakchilaridan biri qanotda faol o'ynayotgan futbolchi 10-raqam Rahmonov ekan. O'lmasjon Rahmonov yarim himoyachi. Vaqt o'tib boryapti. Albatta endi ikkinchi bo'limga birinchi bo'limdagidek 1 daqiqa qo'shilmasa kerak. Daqiqalar soni oshyapti, yordam ko'p ko'rsatilayotganligi uchun. Sekin-sekin zaxiradan ham futbolchilar tushib qolsa kerak o'yinni kuchaytirish uchun. Ayniqsa vingerlar ehtiyoj sezadi bunaqa payti. Dunyoda eng ko'p jarohat olayotgan pozitsiya hozirda qanot futbolchilari ekan. Mana hozir xabar chiqdi, Barselona muxlislariga yomon xabar, Rafinha 3 ta 4 ta o'yinga chiqib ketibdi. Tolmas shu joydan tepdi va to'p darvozabon egallab oladimi? Egallab oladi. Qaytdi keyingisi. Bo'ldi. Darvozabonga nisbatan qoida buzildi deb topilyapti. Yana tibbiyot xodimlariga murojaat qilinadi chog'i. Ikkinchi bo'lim asosan tibbiyot xodimlari uchun o'tyapti. Rafinha masalasi endi to'g'ri, bu juda ham katta yo'qotish, lekin bugungi kunda Barselona anchagina raqobatli tarkibni yuzaga keltirgan. Har bitta pozitsiyada Rashfordning kelishi ham bir katta plus bo'ldi. Rafinhaning o'rnida bemalol chap qanot hujumida harakat qilishi mumkin. Yamal men qaytdim deb yozdi Instagramiga. Uning qaytishi katta plus. Qolaversa Ferran Torres universal futbolchi. Ne bo'ladi? Jiddiy to'qnashuv bo'lgan ekan. Mana shu joyda takroriy lavha yetishmadi. Lekin umid qilamizki qaytadi. Tez fursatda Xurshid Abduhalilov referi o'sha nuqtaning o'zida uning ahvolidan xabar olmoqda. Har ehtimolga qarshi Oqoltinda zaxira darvozaboni mashg'ulotlarini boshlab yuborsa kerak. Apparatdagilar qaytarsa bo'ladi. O'zgarish aloqachida o'zgarish 15-raqam ostidagi futbolchi maydon tark etadi. Isomiddinov familiyasini ko'ryapman, shuncha bemalol aytyapman. 66-raqamda maydonga tushadi hamda 11-raqamda Sardor Ortiqov hujumni kuchaytirish uchun tushyapti 11-raqam.
Va muxlislar maydonga tushgan futbolchini olqishlashyaptimi yoki maydon chetidan o'tib borayotgan finalda qatnashadigan jamoa vakillarini olqishlashyaptimi bilmadik. Minglar jamoasi o'tib borishyapti. Va nihoyat Xurshid Abduhalilov o'rnidan turdi, o'yinni davom ettira oladi. Salomatlik tilaymiz hammasi joyida. Va Oqoltin sekin hujum boshlash taraddudini ko'rmoqda. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketishga yaqin keldi, lekin ulgurdi Oqoltin futbolchisi. Davron sezilyapti, oxiriga borib turib harorat oshyapti ozgina, to'g'ri. Tibbiy yordam ko'rsatilganiga vaqt cho'zilgandek bo'ldi-yu, lekin seziladi-yu. Hozir gol uramiz, bitta gol o'yinni masalasini hal qiladi, shunga borimizni berishimiz kerak degan bir ilinj paydo bo'lyapti qanotdan. Qanotdan emas, o'zi markazroq pas aqlli edi, lekin qabul qiluvchida endi agar aloqachi bo'lganda aloqasi yaxshi ishlamadi derdik. Hozir Oqoltin dedi-da. Oqlarning navbatdagi hujumi. Hozir ikki futbolchi almashtirildi va ularning qanchalik o'yinga kirishishi bizga qiziq. Darvozabon o'z joyini tark etyapti. Uniki edi, aniq. Oqoltin jonlandi. Bu tomonga qarshi hujum, uzatma. Aslbek joying qani? Nima o'rta etyapsan? Out. Aloqachi yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Talmas uzatmada xato, maydon markazida Oqoltin to'pni egallab olib hujumga ketishga harakat qildi, lekin Komilovga tegib ketdi to'p. Oqoltin ikkinchi bo'limda to'pni egallab turish statistikasini yaxshilab oldi birinchisiga nisbatan. Paslar aniqligi ham oshdi foizi, uzatmalar ham ko'paydi jarima maydonchasi ichiga. Endi aksincha, aloqachi qarshi hujumda o'ynayapti. Rollar almashib qoldi. Natijaga esa bu ta'sir qilmayapti unchalik. Shuning uchun ham hujumchi maydonga tushirilgan bo'lsa kerak. Aloqachida qoida buzildi. Birdan muxlislarning xushtagi yangradi. Bundan bilsak bo'ladiki, yaxshigina to'qnashuv bo'lgan. Takroriy lavhalarni ko'rish imkoniyati yo'qdi, shuning uchun faqat muxlislar yordam berishyapti bu masalada. Xo'sh, ichkariga uzatma bo'ladimi? Havodan kuchliroq uzatma. To'p darvoza sari yo'llanyapti va kirib ketishiga bir daqiqa qoldi. Bu zarbamidi, pasmidi hozircha bilmaymiz, lekin yaxshigina muammo tug'dirdi. Minglar 86lar hamma finalga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Maydonda esa qizg'in kurash aloqachi Oqoltin 3-o'rin uchun bahs desa ham bo'ladi. Qaysidir ma'noda ahamiyati nuqtai nazaridan zo'r o'ynadi. Darvozabon u tomondan bu tomonga boya birinchi taymdagi holat, ya'ni kombinatsion o'yin, qisqa paslar to'xtatilyapti. Himoyachilar usishyapti aloqalarni. Aloqachi himoyachilari va aloqachining aloqalarini Oqoltin uzyapti. Hujum chizig'ida chap qanotdan hujum. Yaxshi kombinatsiya boshlanyapti. Umar Aliyev yetib boradimi? Yetib bordi. Darvozabon birinchi bo'lib to'pga chiqib keldi. Rufat Usmonov. Sekin-sekin
Aloqachi darvozaboniga ham ikkinchi bo'limning ikkinchi qismida ish topilyapti. Demakki, bu oq oltinning hujumlari samarasi. Yaxshi tepib berdi, havoda. Xo'sh, imkoniyat bo'lishi mumkin. Top qo'lga tegmadi deb topyapti hakam. Bunaqa uchrashuvda asosiy masalani penalti hal qilsa bo'lmaydi menimcha. O'yinning etikasidan kelib chiqsa, kimdir o'yindan gol urish kerak va iloji bo'lsa u gol chiroyli bo'lish kerak. Yaxshi pas va tep darvozabon joyida. Aloqachining 7-raqamli futbolchisi Vosit Erkinov yaxshi o'ynagan edi. Ikkita futbolchidan o'tib ketdi, bir-birlarini tushunmay qolishdi. Va oq oltinning hujumi avjlanishi mumkin. Oldingi chiziqqa bersa bo'lmasmidi pas? Yo'q. Tep, yo'q. Hozir aka. Vaqt o'tgani sayin zarbalarda shoshilish ko'zga tashlanyapti. Boshqa bunaqa vaziyat bo'lmasligi mumkin deb birdaniga tepib qolishyapti. Yana oq oltin aldaydi, aldadi, 3 ga 3 tep. Darvozani surilish qobiliyati yo'q, u tomonga surilib bermaydi darvoza. Aniqroq tepish kerak. Asadbek Komilov sheriklaridan uzr so'rayapti, chunki variantlar bor edi. O'yinda chapda ikkita sherigi to'pni so'radi. Uzoq masofalarga paslar ko'paydi. Aloqachi ham o'rtani mana shunday bosib o'tishga harakat qilyapti. Qoida buzildi. To'pni o'yinga 10-raqamda Laziz Hakimov qo'lga kiritdi. Laziz Hakimovning birinchi taymdagi faolligini e'tirof etish kerak. Himoyada ikkinchi qavatda ayniqsa yaxshi o'ynadi. Sardorlik bog'ichi ham aynan unda. Komilov chap qanotga ko'chdi hujum. Said Akbar qidiryapti sheriklarini, noaniq pas berdi. Birdan oldinga uzatmoqchi bo'ldi aloqachi futbolchisi, o'tib ketdi, olmadi. U juda ham yaxshi. Va Yo'ldoshev o'ngga, ichkariga darvozabon ishonch bilan chiqib keldi. Doktorlar qo'ymayapti ichkariga. Kela kiryapti-da doktorlar. Yaxshi hiyla bo'ldi. Mana muxlislar yaxshi baholashdi zarbani. Hamma bir-biriga alfavitning oxirgi harflaridan birini jo'r bo'lib aytishdi. Darvozabon yo'q, himoyachi to'pni o'yinga kiritib beradi. Shunaqa paslar kimdir Lukaku bo'lib yengib beradi va hujumni tashkil etadi deb taxmin qilishyapti. Ko'proq ikki jamoada ham darvozabondan o'yin qurilishi shunday kechmoqda. Out. 0-0. Hadi, можно. Yaxshi olib qo'yildi, ketdi. Kamera saqlab qolindi. Super save. Ovoz rejissyori ijrosida. Va u save kameraga agar suratga olingan bo'lsa, takroriy lavhalarda zo'r chiqadi. Uzatma to'pni himoyachidan o'tkaza olmadi. Lekin Bu xavfli o'yin, lekin ikkala futbolchi ham keskinroq o'ynadi. O'yin davom etadi. Chap qanotga ko'chdi hujum. Faollashyapti oq oltin. Ikkinchi bo'limda bosimni kuchaytiryapti. Patkatlar keskinlashyapti. Yelkalar qattiqroq qo'yilyapti. Va jarima zarbasi. Shaytonlar yetib ketgan bo'lsani. Ko'rmayapti dedi. muhim epizodlardan biri nihoyat bor ekansizlar-yu.
O'sha 4-5 ta baland baqirayotgan muxlislardan biri sovg'a olish imkoniyati oshdi hozir. Bitta sektorga o'tirish kerak edi. Bu tarafdan ham 3-4 ta odam, u tarafdan 3-4 ta odam. Endi darvoza ortiga o'tirganlar golni yaxshiroq, yaqinroq masofadan ko'raylik degan bo'lsa kerak. Hozir balkim ko'rib qolishar. Uzoqdan ham, yaqindan ham hozircha gol ko'rinmayapti. Sendan ham hozir ichkariga uzatma bo'ladi. Juda xavfli. Chunki o'naqay futbolchi ijro etyapti. Aylandi to'p, zarba himoyachi qaytardi. Mana kutganimiz har holda darvoza sohasiga aniq zarba yo'llandi. Qarshi hujum bu tomondan avjlanishi mumkin. Yaxshi o'ylagan edi. Oq oltinning 22-raqamli futbolchisi Said Akbar. O'zi yaxshi o'ynayapti Umar Aliyev. Oq oltinning ko'p hujumlari chap qanotdan tashkil etilyapti. Haligi o'zi bilinadi. Havaskor o'y. Endi nihoyat aloqachida ham imkoniyat paydo bo'lyapti. Aloqachi deb baqiradigan muxlislar yo'qmi? Hop, qizillar uzatma to'p boryapti. Suarez bo'lmoqchi bo'ldi. Hozir aloqachi vakili zarba, darvozabon to'p qo'ldan chiqib ketishi mumkin. Ha. Nihoyat yo'llar topilyapti. Mana tanishtiruv. Diqqat. Aziz mehmonlar, diqqat qiling. Bugun Havaskorlar Ligasi uchrashuvlarini bevosita stadionda kuzatib borish va tadbirlarda qatnashish uchun o'zbek sporti faxri bo'lgan mashhur sportchilarimiz, boks bo'yicha oltin avlod, Olimpiya, Jahon, Osiyo va yana ko'plab turnirlar g'olib va sovrindorlari tashrif buyurishgan. Demak, kutib oling. Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oyibnazarov, Bektemir Meliqo'ziyev, O'zbekiston ayollar boks terma jamoasi bosh murabbiyi Elshod Rasulov, Havaskorlar ishtirokidagi o'yinlarni tomosha qilish uchun professionallar kirib kelishyapti. hozirgi kunda Havaskor boksda deyarli barcha turnirlarda Olimpiya o'yinlarini bir emas bir necha marta g'olibiga aylangan, jahon chempionligini qo'lga kiritgan bokschilarimiz professional ringlarda ham o'zbek boks maktabi darajasini ko'rsatib kelishmoqda. Ularga minnatdorchilik bildiramiz, chunki bizga ko'plab quvonchli daqiqalarni taqdim etishgan va g'alabalar bardavom bo'lishini tilaymiz. Bokschilarimiz bizning faxrimiz. Ana endi tomoshabinlarga qarab turib futbolchilar ham gol masalasida uyg'onishar. Chunki borgan sari Qo'qonboyning g'alabasi yaqinlashyapti. Bosh birga darvozabonga tark etyapti. Va egallab olmoqda, yomon emas.
Darvozabon to'pni juda balandga deb berar ekan boru. Agar o'yinning boshida shu ishni qilsa, jamoalar tarkibini tanishtirishga ulgurardik. Havodaligida. Xo'sh, aloqachidan hujum. To'p o'tdi, darvozabon joydan ketdi. Bu safar bu darvozabonning seyf desagan bo'ladi. Seyflar tarjimasi qutqaruv. Albatta, vaqtida chiqib keldi, ishonch bilan egallab olyapti. Imkon qoldirmayapti. Ikkala darvozabonga ham qoyil qolishimiz kerak. Pozitsiya tanlash, sanday to'g'ri, aniq zarbalar kam, lekin yonib turgan vaziyatlarni vaqtida o'tira olishi. Qo'rqishmayapti. Ya'ni kurashlarda baribir hujumchi yomonroq keladi-yu, qattiqroq keladi. O'zi darvozabon bo'lish uchun qo'rquvdan xalos bo'lish kerak-ku. Ha. Noto'g'ri pas va bu qimmatga tushishi mumkin, chunki mana bu tomonda qarshi hujum. Maydon markazida to'p yo'qotildi. Yaxshi aloqachi futbolchi to'pni olib qo'ydi. Shu masofadan zarba yo'llaydimi? Yo'q. Tolmas tepsa bo'ladi. To'p qo'lga tegdi va juda xavfli nuqtadan jarima to'pi belgilanyapti. Lekin Tolmas penalti so'rayapti. Balkim to'p burchak ichida bo'lgandir deyapti. Lekin hakam turgan joy bo'ldi haqiqatan va u yerda bizga chiziq ko'rinmayapti. Lekin u penaltiga ozgina yetmaydigan masofa. Tolmasning nuqtasiga olin, chunki 16 tepada, ammo lekin bu yerda pushka zarba bilan jonli devorni yorib o'tish imkoniyati ham bor. Aynan shunga tayyorgarlik ko'ryapti. Tolmasning uchrashuv davomida uzoq masofalardan tepganini ko'rdik. Bu menimcha eng qulay nuqta. Tolmas Rasulov aloqachi sardori. Chiroyli ko'ramizmi Davron? Menimcha shunga qarab ketyapti hamma jarayon. Va oxirgi daqiqalarda deyarli Xurshid ham 6 ta futbolchidan iborat jonli devorni yuzaga keltirdi. Aldashda Tolmas zarba. Lekin kuchli edi zarba. Juda kuchliligidan hattoki Aniq deya olmaymiz-ku. Bu masofadan kuchga tayanib emas, aql bilan, haligi texnikaga suyanib tepish kerak edi. Bu yerda o'ynayotganlar bizdan yaxshiroq bilishadi-yu, yaqinligi uchun aytilyapti. Out. 19:44 da o'yin boshlangan edi. Aloqachi o'yinni tenglashtirib oldi. Bo'limni oq oltin zo'r boshlagan edi. Vaziyatlar e'tibori bilan aytyapmiz. Yaxshi ham penaltilar seriyasi yo'q bu turnir jadvali va bittadan ochkolar beriladi va ular ikki jamoaga ham naf bermaydi. Tolmas Jon to'p bilan kimga lokatsiyasi yo'q pas bo'ldi. Offside. O'zi bugun offside'lar ko'p emas. Mana kam sonli o'yindan tashqari holatlardan biri qayd etilmoqda. Hozir juda sezilarli offside qayd etildi-da. Ichkariga kirganligi uchun sezilib qoldi. Shu masofadan tepiladimi? Tepiladi nihoyat. Darvozabon. Chiroyli harakat. Yana o'sha gap, to'pni qaytarishmayapti, ular ushlab olishyapti. Bo'ldi, chiqarib yuborishmayapti. Darvozabonlar o'yini bo'lyapti. Masofa nechinchi marta ko'ryapmiz? Juda baland ham tepar ekan. Usmonov narigi darvozagacha yetib boryapti uning zarbalari. Navbatdagi hujum tashkil etilmoqda. Mana bosh futbolchi bor edi, lekin 22-raqamdagi Said Akbarga nimagadir e'tibor berishmadi. Uzatma havoda yaxshi, lekin raqib uchun to'p to'xtatib berilishi. Qoyil oxirigacha epizodni yakunlab qo'yish deyiladi bu.
Sariq kartochka albatta. U ochiqchasiga ishlatilgan foul, hakam darhol cho'ntagidan kartochka olmoqda. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi 77-raqamda Muhammadjon Rahmonov ogohlantirildi. So'nggi daqiqalarda har bitta foul, har bitta hujum, jarima zarbasi, burchak zarbalari eng muhim epizodga aylanishi mumkin. Bitta gol hammasini hal qilib qo'yishi mumkin. Uzoq masofadan ichkariga pas, yanada ikkinchi urinishdan to'p egallab olindi Abduhalilov. 6 daqiqa vaqt qoldi o'yinning asosiy vaqti tugashiga. Chunki baribir qo'shib beriladi. 2-3 daqiqa juda ko'p futbolchiga tibbiy yordam ko'rsatildi. Buni albatta hakamlar hisoblab borishyapti. Zo'r pas, lekin himoyachi labbay deb birinchi bo'lib turib yopdi. Ammo out hisobiga. Oq oltin boryapti sekin-sekin jamoa bo'lib va shu yerdan zarba yo'llasa bo'ladi. Bugun zarbalar masalasida savollar ko'paydi. Aloqachida o'zgarish. Muxtor yo'q, bu tomonda ekan. Qarasam bittasi. O'zgarish aloqachi jamoasida 3-raqamda Rashid Matanov bo'lsa kerak, 13 balki. Bizga ro'yxatda uchinchi raqam qayd etilmagan. Hozir aniqlik kiritamiz. Uchinchi raqamda Shamol Yusufjonov kelganini nihoyat oydinlik kiritib ketishdi. Murabbiylarga rahmat. Aloqachi jamoasi murabbiyiga aloqaga chiqishgani uchun Mahodov maydonni tark etdi. Havoda yana uzatma, ichkarida to'p uchun talash. Lekin bu tomonning foydasiga bo'lib ketdi. Tolmajon aloqachi hujumga o'tishi mumkin edi. yaxshi uzatma. Ancha son jihatdan hozir aloqachi futbolchilarda imkoniyat yaxshi. Aldab o'tildi. 1-1. Ofsayd yo'q va bormidi ofsayd? Shunda ham noaniq zarba. Noaniq zarba bo'yicha bugun master klass o'tirib tashlashdi futbolchilar. 15-raqamda jarohatidan qaytayotgan futbolchi hammasi joyida Barkamol Meliyev. Aytib qo'yishingiz kerak edi o'zi. Vaqtida Ammo nari olgan joy qildirib qo'yish kerak edi. Umuman degani balla. Ular raqasini degan. Yaxshi aldab o'tildi. Iniesta ustubida. Biz ham qadam o'tirishdi. Yo'q, risk bilan tavakkal pas qilmayapti. Balkim bu to'g'ri qarordir. Chunki havoda yutib olish qiyin bo'lmoqda. Mana qaytarildi, aytganimizdek. Va oltinning navbatdagi zarbasini ko'rishimiz mumkin. Aytdi,
o'sha tog'idan tushib qo'ydi. Minglab sanaga aytdim o'zi. Dadangizga gapirganim yo'q. Men 6 daqiqa qo'shib berildi ana sizlarga. Deyarli qo'shimcha bo'lim. Dadangiz emas. 15 daqiqa qo'ydiringlar deyapti. Buni o'yindan keyin, ha? Shu joyning o'zida qaytarishyapti oqlar va shu masofadan zarba yo'llanadimi? Imkon bor edi, Voh, Kappa. juda yaxshi fit va uzatma ham yomon emas. Va voy! ijro oxirisida sal pand berdi, lekin Yaqin masofa edi. eng yaxshi vaziyatlardan biri bo'ldi. Zarba darvozabon to'pni chiqarib yubormadi qo'lidan. Yana bitta to'qnashuv, yana shifokorlar chaqirilsa kerak. Zarba berayotgan nuqtasida ham to'pga tepdi, ham raqib oyog'iga to'qnashib ketdi. Bu juda xavfli. Ideal uzatmani ijro etgan oq oltin futbolchisi menimcha o'sha yerda ham Asadbek Komilov edi. Bosh bilan faqatgina to'pga to'g'ri yo'nalish berish talab etilardi. Bizning bokschilarimiz ham futbolni yaxshi o'ynashadi. Olimpiya chempionlari, jahon chempionlari futbol maydonlarida ko'rganmiz. Yaqinda Light Cup turnirida Hasanboy Do'smatov juda chiroyli futbol ko'rsatdi, lekin u yerda ham o'sha mashg'ulot lageriga ketdi deyishdi. To'liq o'ynamadi-da. To'liq turnir o'ynaganda yanada natija yaxshi bo'lardi. Endi Light Cupda nafaqat futbol bokschilar yaxshi futbol o'ynashdi, balki futbolchilar ham yaxshi boks tushdi. Yodimizda, esimizda. Yaxshi ham unda nokaut o'ynamayotgan ekan. Nokaut og'ir bo'lardi. Nokaut bilan unaqa o'ynashmasda, aqli bor bolalarning. O'sha tufayli bir muddatga hatto cho'zildi Light Cup. 6 daqiqaning 2 daqiqasi ham o'tdi. Mana shu turnir tashkilotchisi Ulug'bek do'stimiz o'sha Light Cupda nokaut jamoasi darvozabon edi va yorqin o'yinlari bilan yodda qolgan. Xullas, havaskorlar ligasi, Light Cup mana shunday turnirlar ko'payib borayotgani juda ijobiy holat. Mana biz ham kelib maza qilib futbol ko'ryapmiz. Va bu asosan fidoilarning hisobiga bo'layapti. Buni ham e'tirof etmoqimiz lozim. Misol uchun hech kimning majburiyati yo'q. Hech kimning birovdan qarzi yo'q, ammo futbolni yaxshi ko'rganda mana shunday muxlislarni yig'ib saviyali turnir o'tkazyapti va qilinayotgan ishni e'tirof ham etib qo'ymoq insofdan bo'lur. Xo'sh, oxirgi hujumlardan biri bo'lishi mumkin. Aloqachi hop aldaydimi? O'yin qoidasi buzilgani sal kech bo'lsa ham qayd etildi. Jarohatmi yana? Aloqachining 7-raqamli futbolchisi hozir Vosit Erkinov. Sariq kartochka foul keskin bo'lgan edi haqiqatdan ham. Havaskorlar ligasida ko'pincha shu so'nggi daqiqalarda sariq kartochka ko'payadi. Buning sababi albatta charchoq. Haligi baribir professionallar kabi teng taqsim qilishni unaqa tajribadan o'tkazmaganligi uchun ko'proq energiya birinchi bo'lim va ikkinchi bo'limning dastlabki qismiga sarflab yuboriladi. So'nggi daqiqalar, emotsiyalar jo'shuri. O'zbek sportida eng emotsional nuqtalardan biri qaysi bilasizmi? Fazliddin G'oibnazarovning finaldan keyingi hayqiriqlari, ko'z yoshlari, emotsiyalari, o'shanda to'g'risi sharhlab turib men yig'lab yuboradiganman-da. Fazliddinga o'sha emotsiyalar uchun rahmat deb qo'ymoqchiman. O'zi ham shu yerda. Hozir Tolmas jamoasi uchun yaxshi imkoniyat taqdim etmadi. Etmoqchi edi, lekin niyati yaxshi edi. Va o'zgarish 91-raqamli futbolchi maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Oq oltin safida. O'ynayapti. Qarab qo'ying, tovar sudi. Jarohatidan qaytyapti shekilli.
Ayibxon Yo'ldoshevmi? Xo'p, davom etamiz. Oq oltinning hujumi. Kurash, ikkinchi qavat. Himoyachilar faolligi, to'p uzoqlashtirildi-yu, himoyachi yana qaytardi. Birinchi to'p uchun bahs Tolmas. Nazorat, kurash, o'y. Keskinroq, keskinroq. Saidakbar. Bir-biri bilan darajasi tengligi uchun ham ataylab mana shu epizod uchun ham kurashib ko'rishdi. O'tdi to'p. Oxirgi daqiqalarda darvozabon. Gol! Offside, offside. Referi darhol ko'tardi qo'lini. Endi kimdir suratga olgan bo'lsa va offside bo'lmasa o'zingizdan ko'ringlar. VAR yo'q, lekin hammada kamera bor. Aniqmi? Yaxshi. Linesmandan oldingizmi ma'lumotni? Aniq offside deyishyapti-yu. Endi biz Qo'qonboy vakil offside deyapti. Bularga hozir 0-0 bilan tugagani yaxshi. VARda Qo'qonboy. O'sha dronning kadrini topish kerak. Va o'shandan keyin qanaqa muhokamalar bo'ladi? 3-o'rin masalasi hal bo'lyapti. Biz ketadigan odam qizdirib ketaylik deyapmiz-da. Top o'tmaydi. Qo'shib berilgan daqiqalar ham poyoniga yetyapti. Oq oltin tezroq o'ynamasa hozir oq oltin planini to'ldirib bo'lmaydi. Yana qoida buzilishi, lekin to'p qizillarda bo'lgani boisdan ham davom etyapmiz. Uzatma yomon emas, to'p o'tadimi? Kurash va qoida buzildi. Jarima zarbasi. Mana shu uchrashuv kulminatsiyasi. Hushtakdan keyin, hushtakdan keyin hakam gaplashyapti, hech kim o'yinni davom ettirishga ruxsat bergani yo'q. Jarima zarbasi hal qiluvchi epizod. Bitta zarba bilan hal qiladigan nuqta, xuddi Bektemir Meliqo'ziyev o'z janglarida bitta zarbada hal qiladigandek, aloqachida imkoniyat. Oq oltin esa qarshi hujumga vaqti bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Xo'sh, kim tepadi endi? Boya Tolmas tepgan edi. Sheriklaridan qay birigadir topshiradimi yoki yana o'zini sinab ko'radimi? Va bu zarba uchrashuvning bezagiga aylanishi mumkin yoki boshqa variantni o'zingiz qo'llab ko'ravering. Diqqat! Muhim epizod, 4-raqamli futbolchining zarbasi jamoasini bronza medalidan mahrum qilayotgan bo'lishi mumkin. Tolmas Rasulov kuchga e'tibor berar ekan, yorib o'tishga e'tibor berar ekan, lekin yaqin masofa edi-da, shuning uchun mo'ljalni aniqroq olish imkoni ham bor edi. Shuning uchun men ko'proq shuna parashyut uslubida tushirib qo'yadigan futbolchi tepishini ishora qilib aytgandim. Shu masofadan zarba yo'llanadimi? Zarba yo'llandi va qo'shib berilgan daqiqalar tugab bo'ldi-yu, qo'shib berilgan daqiqalarda ham ozgina pauzalar yuzaga kelganligi uchun referi hozircha o'ynashga beryapti. Oq oltin oldinga hushtak chalindi. Bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Shu tariqa Havaskorlar ligasida Qo'qonboy jamoasi 20 ochko bilan 3-o'rinni naqd qilib qo'yyapti bilishimcha. Chunki bu jamoalar 1 ochkodan olishdi, 19 taga yetdi. Qo'qonboy jamoasigacha 1 ochkolik farq qolmoqda. Bugun kechgan chiroyli uchrashuvda Qo'qonboy jamoasini tabriklaymiz. Ikki jamoa vakillari bir-biriga teng o'yin ko'rsatishdi. Yaxshi raqobat taklif etishdi va menimcha ikkisi ham yengilishni istamadi. Shu sezildi. Va do'stona xayrlashuv. Maydonga endi finalchilar
chempionlik masalasini hal qiluvchilar chiqib kelishmoqda. Chiroyli futbol uchun rahmat oq oltin jamoasiga, aloqachiga. Oxirgi sekundlargacha jang bo'ldi. Mana endi ular o'zaro hurmat ko'rsatib, respekt ko'rsatib xayrlashyapti. Biz esa finalchilarni kutib qolamiz. Tezda final o'yini boshlanadi. Chunki ikkala jamoa allaqachon yonib turishibdi. Bosh kubokni qo'lga kiritish maqsadida maydonga tushishyapti. Birozdan keyin davom